Xalqaro imtihonlar topshirmoqchisiz, lekin tajribangiz yo'qmi deymiz. Siz TOEFL, TOEFL va xorijiy imtihonlar topshirmoqchisiz, lekin tajribangiz yo'qmi? Siz xorijiy til bo'yicha bilimlaringizni sinamoqchisiz, lekin qayerga murojaat qilishni bilmaysizmi? Unda biz sizga yordam beramiz. Bilim va malakalarni baholash agentligi huzuridagi ilmiy-amaliy o'quv markazi tomonidan har oy xorijiy tillar bo'yicha repetitsion mock testlar tashkillashtiriladi. Mock test bu real imtihonga yaqinlashtirilgan diagnostik test bo'lib, ishtirokchilarga o'z bilim darajasini aniqlash va haqiqiy imtihonlarga tayyorgarlik ko'rish imkoniyatini beradi. Test har qanday yosh va kasb egalariga ochiq bo'lib, unda ingliz, xorijiy til bo'yicha o'z bilimini baholamoqchi bo'lgan har bir kishi ishtirok etishi mumkin. Ushbu diagnostik test sizning qaysi darajada ekanligingizni bilishda, zaif tomonlaringizni aniqlashda hamda natijalarga qarab qaysi sohada ko'proq shug'ullanishingiz kerakligini aniqlashda yordam beradi. Shuningdek, stressiz muhitda test topshirish tajribasi rasmiy imtihonlarda bosimni kamaytirish imkoniyatini yaratadi. Ro'yxatdan o'tishga shoshiling, o'z bilimlaringizni sinab ko'ring.